Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Sizlar bilan yana Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlatov. Bugun sanamiz 17-fevral 2026-yil, haftaning seshanba kuni. Demak, hurmatli treyderlar, bugun sizlar bilan forex bozorida, ya'ni valyuta paralarini ba'zi bir tahlillari va savdo g'oyalari, undan tashqari kriptovalyutalarimizda ham bir nechta savdo g'oyalarimiz va amalga oshirgan savdolarimiz bor. Ular haqida ko'rishib chiqamiz. Demak, hurmatli treyderlar, birinchi navbatda biz kriptovalyutalardan boshlaymiz. Kriptovalyutalarda ham kecha bugun ancha bozor yurib qoldi oldingiga nisbatan. Ya'ni bu meni shaxsiy fikrim. Ya'ni shanba, yakshanba kunlari ancha bozor dimlanib qolgandi qanaqadir, yoki men ko'zimga qanaqadir savdo g'oyalari ko'rinmadi. Shu sababli ham shanba, yakshanba kunlari grafikga qaramadim. Demak, hurmatli treyderlar, bugun kriptovalyutalardan boshlaymiz. Demak, e'tibor beramiz. Birinchi savdo g'oyamiz bu TON USDT kriptovalyutasida bo'ladi. Demak, mana shu TON USDT valyuta parasida e'tibor bersak, kunlik time frame'imizda mana e'tibor bering. Ushbu grafikimiz kunlik grafik. Birinchi navbatda kunlik time frame'da eng kuchli va ayni paytda aktual bo'lgan zonani belgilab olaman. Bu zona mana bu zona, ya'ni mana bu impulsiv paranormal harakatni amalga oshirgan va bevosita mana shu nuqtada, narx nuqtasida, ya'ni 1.4250 nuqtada to'xtagan paranormal bar ayni paytda bizda BSU, ya'ni zonani hosil qilgan bar hisoblanadi. Chunki aynan mana shu narx nuqtasida e'tibor bersak, yapon shamlari juda ham kuchli, ya'ni izlom trend holatida kopeyka to'xtashni amalga oshirgan. Va bundan kelib chiqadiki, aynan mana shu narx nuqtasida, ya'ni keyingi zonamiz mana bu, ya'ni paranormal, bu ham paranormal bardan hosil bo'lgan 1.2459 zonamiz. E'tibor bersak, narx mana shu zona atrofida nakapleniya holatini yuzaga keltirgan va ma'lum vaqt o'tgandan keyin zonani yuqoriga buzib o'tishni amalga oshirgan. E'tibor beramiz, mana shu kanalni yuqoriga buzib o'tganmiz. Lekin biz bilamizki, agarda narx yuqoriga mana shunday zonani buzib o'tgandan keyin harakatni yana o'sha o'z yo'nalishi bo'ylab davom ettirmasa, demak katta ehtimollar bilan yuqoridan hali sotuv bosimi davom etayotganligini bildiradi. Endi e'tibor bersak, aslida narx umumiy, ya'ni globalniy trend holati pasayuvchi va bu lokalniy trendimiz ham mana shu yo'nalish bo'ylab har qanday signalni berishi bu juda ham kuchli savdo g'oyasini yuzaga keltiradi. Demak, umumiy tendensiyamiz TON USDT da pasayuvchi va aynan e'tibor bering, aynan mana shu 1.4250 zonamizda, ya'ni tarixiy juda ham kuchli zerkalniy zonamizda narx ложный пробойni amalga oshirgan. Ya'ni e'tibor bering, ложный пробой degani o'zi LP, ya'ni ложный пробой bu yolg'on buzib o'tish degani. Buni turli xillari bor. Misol uchun bitta barning o'zi yuqoriga harakatni amalga oshirib, orqaga qaytmani yuqorida uzun soya qoldirib, keyin narx pastga ketadi, yoki ikkita bardan tashkil topgan ложный пробойimiz bor. Bunda uzun impulsiv bar zonani yuqorida buzib o'tadi va zakrepleniya bo'ladi. Ana undan keyingi kunlik bar aynan o'sha zonani yuqorisi yopilib, kuchli impuls bilan orqaga qaytadi. Endi undan tashqari yana shunday yolg'on buzib o'tish holati borki, bu murakkab yolg'on buzib o'tish hisoblanadi. Ya'ni bunda narx zonani xuddi shunaqa impulsiv buzib o'tadi va 3 tadan ortiq bar, ya'ni 3+ bar, ya'ni aynan mana shu buzib o'tgandan keyin zonani yuqorisida 3 yoki undan ortiq barning zonaga umuman tegmasdan harakat qilishi va zonaga yaqinlashishi, yuqoriga harakatni amalga oshirmasdan, aksincha narx zonaga yana harakatni amalga oshirishi va impulsiv pastga buzib o'tishni yuzaga keltiradi. Nimaga bunda narx orqaga qaytadi degan sabab savolingizga buni javobi
yirik ishtirokchi narxni zonadan yuqoriga zakrepleniya qilib olib o'tadi va vizualniy holatda qara, ya'ni treyderlarga qara narx zonani yuqoriga buzib o'tdi va aynan mana shu joyda nakapleniya hosil qiladi. Ya'ni buzib o'tgandan keyin juda ko'pchilik bo'ldi, biz zonani buzib o'tdik, zonani yangiladik, endi narx yuqoriga harakat qiladi deb juda ham ko'plab buy сделкалар amalga oshiriladi. Va o'z-o'zidan zonadan yuqorida buy сделка ochilgandan keyin albatta uning himoyalash orderi, ya'ni stop loss orderlari aynan zonadan pastda bo'ladi. Endi yirik ishtirokchilar narx zonadan yuqoriga o'tgandan keyin nima uchun 3 kun yoki undan ortiq muddatda zonadan narxni yuqorida ushlab turishadi? Bunga sabab yirik ishtirokchilar mana bu joydagi sotish orderlarini yetarlicha yig'ilmagungacha narxni ushlab turishadi. Ya'ni bu joyga ishtirokchilarni, ya'ni savdo bozor ishtirokchilarini zasajeniy holatda ushlashadi va mana bu joyda yetarlicha zaявка yig'ilgandan keyin ana undan keyin narx asta-sekinlik bilan zonaga yaqinlashib juda ham kuchli impuls bilan mana bu joyda savdo bitimlaridan erta chiqib ketishlarini oldini olish uchun impulsiv harakat bilan narx juda ham kuchli impuls bilan orqaga qaytadi. Demak, ayni paytda bizda ton USDT valyuta pairamizda ham katta ehtimollar bilan mana shunaqa murakkab yolg'on buzib o'tish holati bo'lyapti. Ya'ni сложный ложный пробой. E'tibor bersak, mana narx zonani buzib o'tgandan keyin 1, 2, 3 va bugun 4-kun. Va yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, barlar yopilish va ochilish nuqtasi, mana bugungi barning ochilish nuqtasi zonaga juda ham yaqin holatda. Ya'ni bu katta ehtimollar bilan pastga kuchli impuls oldidan nakapleniya holatini shakllantirayotgani ko'rsatadi. Endi to'g'ri, bu 100% shunaqa bo'ladi degani emas, lekin matematik ajdaniya holati, ya'ni savdo tahlilimizdagi bizga berayotgan signallar mana shuni keltirib chiqaradi. Ya'ni odatda сложный ложный пробой holati mana shunday holatni yuzaga keltiradi va bugun biz juda ham kuchli pastki impulsiv harakatni kutamiz. Endi bunday holatda yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, narx juda ham kuchli bosim bilan pastga yurib kelmoqda. 4 soatlik time frame'imizda ham hech qanaqa impulsiv harakat yo'q. Buni narx orqaga qaytaradigan akkumulятsion holatda asta-sekinlik bilan harakat qilmoqda va 1 soatlik time frame'imizda ham biroz luft bilan bir marta zonaga kelgan, yuqoriga yurmasdan yana orqaga qaytmoqda va endi mana bu joyda 1 soatlik time frame'da ham narx zonani bir marta sinadi. E'tibor beramiz, 5 minutlik time frame'da mani kuzatuvchilarim biladi, hech qachon 5 minutlik yoki 1 soatlik yoki 4 soatlik time frame'larda zonaga nisbatan proboy usulida ishlayotgan bo'lsam, impulsiv harakat bilan narx zonani proboy qiladigan bo'lsa, savdoni amalga oshirmayman, biroz kutaman. E'tibor beramiz, 5 minutlik time frame'da ham juda ham kuchli impulsiv harakatni yuzaga keltirgan va o'z-o'zidan mana narx zonaga urilgandan keyin orqaga atkat olmoqda. Agar narx mana shunday harakat qilib keyingi urilishda pastga proboy qiladigan bo'lsa, men bu usulda o'sha mana bu joydagi сложный ложный proboyga asoslangan holatda 4 soatlik time frame'dagi nakapleniya, 1 soatlik time frame'dagi затухание, pajata holatlarini hisobga olgan holatda 5 minutlik time frame'da sell pozitsiyani amalga oshiraman, hurmatli treyderlar. Demak, ton USDT valyuta pairamizda umumiy savdo g'oyasi qisqacha qilib aytganda, kunlik time frame'imizda zerkalniy zona juda ham kuchli va umumiy globalniy tendensiya bu pasayuvchi tendensiya va lokal tendensiyamiz ham, mana lokal trendimiz ham pasayuvchi holatni ko'rsatmoqda. Bu ikkinchi sabab. Uchinchisi, bu joyda narx impulsiv harakat qilib zonani buzib o'tgan, lekin yuqoriga impulsni davom ettirib, ya'ni harakatni davom ettirmaganligi sababli narx yana zonaga qarshi qayta harakat qilmoqda. Bu esa сложный ложный пробой holatini yuzaga keltirmoqda. Mana shu sabablarni hisobga olgan holatda 1.42.50 zonadan narxning pastda ayni paytda zakrepleniya bo'lishi sell pozitsiyani amalga oshirishimga sababchi bo'ladi. Demak, hurmatli treyderlar, bu birinchi savdo g'oyamiz edi ton USDT kriptovalyutasida. Demak, keyingisi
Ayni paytda men сделка ochganman bunda. E'tibor beramiz. Bu Atom USDT valyuta parasi, ya'ni kriptovalyutasi. Demak, bunda nima uchun сделка ochdim? Ayni paytda zararda turibdi сделка. Bu juda ham bir qo'rqinchli holat emas. Demak, sabablarga to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, birinchi navbatda kunlik time frame'da Atom USDT valyuta parasi men uchun eng kerakli bo'lgan zonani belgilab olaman. Menda ushbu zona mana bu 2260 zona, aynan mana shu zona zerkalniy zona hisoblanadi. Ya'ni mana bu proboy qilgandan keyingi barning minimumi aynan mana shu zonada kopeyka urilishi bu zerkalniy zonani yuzaga keltiradi. Zerkalniy zona deganda, hurmatli treyderlar, bu zerkalniy zona juda ham kuchli zona hisoblanadi. Ya'ni misol uchun bitta barning, ya'ni shamning kopeyka yuqoridan yoki pastdan aynan mana shu zonaga urilishi va ma'lum muddat o'tgandan keyin, qancha bo'lishi ahamiyatga ega emas. Ma'lum muddat o'tgandan keyin zonaning pastidan aynan mana shu zonaga kopeyka barning urilishi mana shu ikki bar orqali mana bu zonani zerkalniy zona deb atashimizga sababchi bo'ladi. Demak, aynan mana shu joyda bu ko'rsatib qo'ygan ikkita barim, ya'ni yapon shamcham zonani zerkalniy zona ekanligini ko'rsatib bermoqda. Demak, aynan mana shu belgilagan zonamni, ya'ni mana barga nisbatan kelajagida mana bu LP bilan tasdiqlamoqda va mana bu joydagi range holati mana shu zonani haqiqatda mavjud ekanligini bizga isbotlab bermoqda. Undan tashqari, nima uchun bu joyda sell pozitsiyaga kirdim? Ushbu joyda sell pozitsiyaga kirishim ikki bardan tashkil topgan LP sababchi bo'lgan, ya'ni yolg'on buzib o'tish. Ikkita bardan tashkil topgan LPda e'tibor beramiz, narx zonaga impulsiv harakat qiladi va u orqaga qaytib ketmaydi. Mana bu orqaga qaytib ketmaydi, aksincha manipulyatsiyani hosil qilish uchun, ya'ni hozir aynan Ton USDT'da aytganimdaqa yirik ishtirokchilar kichik ishtirokchilarga aytadi, qara deydi, narx zonadan yuqorida yopildi, endi tepaga ketamiz deydi. Va undan tashqari aynan mana shu bar yopilgan nuqtada keyingi kunlik bar ochiladi va mana bu joyda biroz savdolar amalga oshadi. Va undan so'ng sirazi mana bu joydagi buy сделкалар, yetarlicha buy сделкалар ning mana bu joydagi buy сделкалар savdoni amalga oshirib, savdoga kirib, mana bu joyda yetarlicha sotuv orderlari, ya'ni sell stop, buy stop orderlari, ya'ni bizning tilimizda forex tilida stop loss orderlari yetarlicha yig'ilgandan keyin kuchli impuls bilan mana bu joyda pastga harakat amalga oshadi. Bu ikkita bardan tashkil topgan LP hisoblanadi. Bunaqa holatlarni bozorda juda ham ko'plab ko'rishimiz mumkin. Demak, aynan o'sha ikkita bardan tashkil topgan LP ga asosan savdoni amalga oshirganman. Zona haqiqatda mavjud. E'tibor beramiz, eng oxirgi, ya'ni kechagi bar mana zonaga juda ham kuchli impulsiv harakatni amalga oshirgan va mana bu joyda zonaga eng oxirgi urilgan bardan kechaga oxirgi urilgan nuqtagacha bu joyda dальний retest va dальний retest holatda biz counter trendiy harakatni kutishimiz kerak bo'ladi. Shu asoslarga tayangan holatda sell pozitsiyani amalga oshirdim. Bunda 4 soatlik time frame'da ham mana narx yuqoriga buzib o'tgan, lekin biz bilamizki, agarda narx zonani yuqoriga buzib o'tsa, haqiqatdan ham yo'nalish yuqoriga bo'ladigan bo'lsa, ketish kerak. Agarda biz kutgan narsamiz bozorda bo'lmasa, ya'ni bo'lish kerak bo'lgan narsa yuqorigamidi, lekin bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'lmasa, demak bozorda qarama-qarshi, ya'ni siz kutmagan vaziyat yuzaga keladi. Ya'ni narx yuqoriga buzib o'tdi zonani, yuqoriga ketmadimi? Demak, narx orqaga qaytish ehtimoli juda ham yuqori. Lekin buning uchun albatta tahlildagi asoslar bo'lishi shart. Va kunlik time frame 4 soatlik time frame'imizda ham mana yuqoriga proboy amalga oshirilgan, lekin impuls yo'q. Naborot orqaga harakat. 1 soatlik time frame'imizda ham yaxshigina nakapleniya holati yuzaga kelgan. E'tibor beramiz. Mana bir marta retest bergan, lekin undan keyin yana yuqoriga harakat amalga oshmay, yana zonaga tomon harakat
obratni qaytganmiz. Shu sababli mana birinchi, ikkinchi kasaniya va oxirgi mana kasaniyadan keyin narx aynan mana bu joyda biroz turg'unlikni hosil qilgandan keyin savdoga kirganman. Bu esa Atom USDT valyuta parasi edi. Ushbu valyuta, ya'ni kriptovalyuta parasiga 2 bardan tashkil topgan yolg'on buzib o'tish usuliga ko'ra savdoni amalga oshirganman. Demak, hurmatli treyderlar, bu kriptovalyutalardagi savdo g'oyalar va amalga oshirilgan savdo edi. Endi sizlar bilan forex bozoriga ham bir oz ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor beramiz forex bozoridagi vaziyatlar. Demak, birinchisi mana belgilab qo'yganman, CAD JPY valyuta parasi. CAD JPY valyuta parasi. Demak, ushbu valyuta paramizda qanday vaziyat yuzaga kelmoqda? Demak, valyuta paralarimiz ham ancha jonlanib qoldi. Ancha muddat forexda, ya'ni valyutalar bilan savdolarni amalga oshirishni to'xtatgandim, lekin ancha xudoga shukr joy-joyiga kelib qoldi. Ushbu valyuta parasida zonani birinchi navbatda kunlik time frame e'tibor beramiz. Mana bizda kunlik time frame mana bu yuqoridagi eng uzun grafik bu kunlik time frame. 1 soatlik time frame, ya'ni kunlik time frame'dagi harakatni затухание подъятие yoki o'sha nakapleniya holatini kunlik time frame'da tasdiqlab olamiz. Ana undan keyin esa 5 minutlik time frame'ga o'tib, mana 5 minutlik time frame savdoni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu KJPY valyuta parasida juda ham katta ehtimollar bilan agar mana shunday holat yuzaga kelaveradigan bo'lsa, pastga buzib o'tish ehtimolimiz mavjud, lekin hozircha erta. Chunki aynan mana shu valyuta parasi nima uchun proboydan keyin mana bu joyda 5 minutlik time frame'da buzib o'tgandan keyin savdoga kirmadim? Sabab mana bu eng oxirgi bugungi kunlik barning juda ham uzoq masofada ochilib, zonadan juda ham uzoq masofada ochilib, kunlik energiyani ishlatib bo'lganligi sababli savdoga kirmadim. E'tibor bering, haqiqatda ham atar ishlatib bo'lingandan keyin narx keldi, urildi, yuqoriga chiqdi. Mana bu joyda endi flat holatiga tushib qoldi. Ya'ni agar kunlik atar mavjud bo'lmasa, narxning harakat qilish ehtimoli juda ham pasayib ketadi. Agar mana shunaqa kuchli impulsiv bar bilan proboyni amalga oshirilgan bo'lsa, katta ehtimollar bilan biroz kutishingizni va ertangi kungi barni kutishingizni maslahat beraman. Chunki agar bozorda energiya bo'lmasa, savdo tahlilingiz bo'yicha narxning harakat qilish ehtimoli juda pasayib ketadi va bu sizni juda ham nima desam bo'ladi, oddiy qilib aytganda psixologiyangizga ta'sir qiladi. Demak, bunda tahlillarimizga e'tibor beramiz. Zonamiz mana bu zona 111 985. Zonamiz nima uchun aynan bu zona? Chunki bu aynan zerkalniy zona, mana BSO zonamiz mana bu, ya'ni zona chizishga asos bo'lgan bar mana bu. Mana bu impulsiv bar bilan zerkalniy уровеньni hosil qilgan. Va e'tibor bering, Dani retestdan keyin birinchi urinishda buzib o'tmagan mana bu продажный bar. E'tibor bering, pasayish tendensiyasida agar mana shunday продажный bar hosil bo'ladigan bo'lsa, narx juda katta ehtimollar bilan zonadan pastga proboyni amalga oshirib, pastga harakat qilish ehtimoli juda ham ortib ketadi. Bu продажный bar proboy modeliga juda ham kuchli signal hisoblanadi. E'tibor bering, продажный bardan keyin narx yana yuqoriga aynan mana shu zonadan qaytgan, lekin yuqoriga impuls yo'q, sotuv davom etyapti, ob'yom katta sotuvga. Demak, yana impuls bilan pastga yurmoqda. Juda katta ehtimollar bilan agar bugungi bar pastga qanaqadir ob'yom sabab pastga yurib ketib qolmasa, zonaga juda ham yaqin yopiladigan bo'lsa, ertangi kunga narxni aynan mana shu 111 985 zonadan pastga proboy modelni amalga oshirib, pastga tomon harakatlanishini kutishimiz mumkin bo'ladi. Demak, KJPY valyuta parasida katta ehtimollar bilan 111 985 zonadan shartoviy signal mavjud. Demak, buni kuzatamiz. Forexdagi demak, birinchi tahlilimiz shu. Keyingisi EURUSD valyuta parasi. EURUSD valyuta parasini ham kuzatishimiz kerak. Ayni paytda belgilab olgan zonamiz mana bu EURUSD valyuta parasi zonamiz asos bo'luvchi bar mana bu
o'z-o'zidan kopeyka urilgan. Undan tashqari e'tibor bering, aynan mana shu zona tagida nakopleniya. Undan tashqari mana bu impulsiv bar, ya'ni paranormal bar bilan mana bu bar ikkalasi zerkalniy zonani hosil qilgan. Va narx podjatiya bilan pastga tomon ketmoqda. Lekin yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu joyda ham probой model bilan mana bu joyda ближний retest podjati kunlik time frame'da sell pozitsiyaga signal bo'ladi. Lekin yaxshilab e'tibor bering, zona зараженность degan narsa bor. Ya'ni mana bu zonaning pastida yaqindagina mana bu joyda zonani zararlagan nakopleniya holati mavjud. Bu juda katta ehtimollar bilan mana bu narxni biroz pastga kelib, ozgina mana shu joyda turib orqaga qaytishiga sababchi bo'ladi. Undan tashqari ushbu сделкani ochmaganim, e'tibor bersangiz, 1 soatlik time frame'da ham juda kuchli impulsiv harakat qilgan zonaga nisbatan. Impulsiv. Hech qanaqa mana bunaqa misol uchun narx zonaga kelgandan keyin mana bunaqa nakopleniya hosil qilib asta-sekinlik bilan buzib o'tmagan. Aksincha impulsiv kelgan, buzib o'tish ham impulsiv bo'lgan. Va yana qaytaraman, hech qachon narx zonaga impulsiv harakat bilan kelishi va uni probой qilishi harakatni davom ettirishiga 90% holatda yordam bermaydi, navrot orqaga qaytib ketishiga sababchi bo'ladi. Demak, yevro USD valyuta parasida ayni paytda kuzatamiz, agarda narx mana shu zona atrofida nakopleniya hosil qilishda davom etadigan bo'lsa, katta ehtimollar bilan pastga probой model bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin ayni paytda hozircha bu savdo tahlilimiz tayyor emas. Hali erta, hali hozircha qiyin. Ko'ramiz, yevro USD valyuta parasida hozircha mana shu holat. Demak, keyingisi Euro GBP. Euro GBP bunda savdo bitimini amalga oshirdik va Telegram kanalimizni kim kuzatib boradigan bo'lsa, Telegram kanalimizda ham biz savdo g'oyasini berdik. Demak, Euro GBP valyuta parasi davom etamiz. Ushbu Euro GBP valyuta parasidagi bizning zonamiz aynan mana BSU, e'tibor bering, aynan mana shu zonada juda ham kuchli savdolar, mana bu joydagi range holati, undan tashqari mana bu joydagi juda ham ko'plab LP'lar va undan tashqari mana bu joyda paranormal barning aynan mana shu zonada kopeyka to'xtashi, bu juda katta ehtimollar bilan zona savdoni amalga oshirish uchun informativniy ekanligini bildiradi. Demak, mana shu zonani asoslantirib olganimizdan keyin, hurmatli treyderlar, bitta narsani aytaman-da. Agar sizni tahlilingiz o'sha bir nechta asoslantiruvchi holatlar bilan nima desam bo'ladi, mustahkamlab olingan bo'lsa, aynan sizni tahlil jarayoningizda misol uchun muvaffaqiyatga erishish ehtimolingizning 70% tayyor bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizni oddiy qilib mana misol uchun mana zona chizishimda agar men zonani asoslantirib, asos bilan zona chizib oladigan bo'lsam, men o'zimga o'zim aytamanki, 70% ushbu savdo tahlilini kirishimga уже 70% tayyor holatda. Prosta men kirish nuqtani signal berishini va asoslanishini kutsam bo'ldi. Va e'tibor beramiz. Aynan mana shu zona, e'tibor bersangiz, tarixda ham juda kuchli savdolar amalga oshgan zona ekanligini mana ko'rishimiz mumkin mana. Mana bu joyda ikkita barda mana hozir tushuntirganim mana. Impulsiv kelgan, yuqorida yopilgan, narx yuqoriroqda ochilganda impuls bilan pastga tushib ketgan. Bu ikkita bardan tashkil topgan. Hozir mana sizlarga tushuntirganim o'sha vaziyat, ikkita bardan tashkil topgan LP holati. Zonaga mana juda kuchli harakatni amalga oshirgan joyda. E'tibor beramiz, bu joyda bitta bardan tashkil topgan LP orqali bozorga kirganman. Bu qanaqa bo'ladi? Bitta bardan tashkil topgan LP, ya'ni e'tibor bering, distributsion harakat orqali kelganda narx zonaga aynan mana shunaqa bitta bardan tashkil topgan LP yuzaga keladi yoki narx zonaga akkumulятsion harakat qilish jarayonida bunday e'tibor bersangiz, misol uchun-da, mana ko'z bilan ham ko'rsa bo'ladi bu narsani. Juda bir matematik hisoblash shart emas. Odatiy kichik, o'rta kattalikdagi, ya'ni o'rtacha punktda harakat qilgan barlar bilan bu yana bir 5 kun, 6 kun yoki 10 kun ichida zonaga yetib borish kerak edi. Lekin e'tibor bering, qanaqadir bir kunlik bar ochiladi-da,
juda katta impuls bilan zonaga sakrab o'tib ketadi. Ya'ni e'tibor bersangiz, zonaga nisbatan mana bu barga e'tibor bering. Juda kuchli impuls bilan zonaga harakatni amalga oshirgan. Bu impulsiv harakat hisoblanadi. Men sizlarga qayta aytyapman. Zonaga nisbatan mana qarang. 1 soatlik time frame'da ham aynan o'shanday impulsiv harakat yuzaga kelgan. Bu impulsiv harakat juda katta ehtimollar bilan narxning energiyasi yakunlanayotganligi, ya'ni yirik ishtirokchilarning katta ehtimol bilan narx zonadan yuqoriga chiqqandan keyin bozordan chiqib ketish ehtimollari yuqoriligini bildiradi. Yirik ishtirokchi bozordan chiqib ketgandan keyin narx o'z nimasi bilan kontra trendli harakatni boshlaydi. Demak, e'tibor bering, mana shunda ham kunlik time frame'da mana bu bar zonaga juda ham kuchli impuls bilan harakat qilgan. 1 soatlikda ham impuls bor, 5 minutlikda ham impuls bor. Bu degani katta ehtimollar bilan narx zona yuqorisida biroz turadi. Ana undan keyin zonani pastga buzib o'tgandan keyin pastga tomon harakatni amalga oshiramiz degan ma'noni bildiradi. Men buni Telegramda ko'rsatib, tahlil qilib tashlaganman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hali narx zonaga yetib borgan paytida. Demak, bunga сделканы amalga oshirdik va kutib turibmiz. Demak, bitta bardan tashkil topgan LPda narx yuqoriga chiqib, zakreplение bo'lgandan keyin, ozgina harakat qilgandan keyin birinchi pastga, ya'ni zonani pastga probой qilib yopilgan bardan keyin sразу stop loss va eng yuqorisiga mana bu joydan sell сделка ochamiz. Ming bor uzr. Mana bu zonadan yuqoridagi maksimumga stop loss nuqtasini o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Ayni paytda hozir narx mana bu joyda nakapleniya hosil qilmoqda. Agar pastga harakatni amalga oshiradigan bo'lsa, yaxshigina pasayish kutishimiz mumkin. Demak, Euro GBP valyuta parasida bugungi savdo g'oyamiz Telegramga tashalgandi. Mana hozir realizatsiya holati mana shunaqa vaziyatda turibmiz. Bu bitta bardan tashkil topgan LP edi. Hurmatli treyderlar, siz zona chizayotgan paytingizda, agar siz klassik savdogar bo'lsangiz, zonalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, zonani belgilagan vaqtingizda e'tibor bering, zonangizga narx juda ham ko'plab yuqoridan yoki pastdan urilgan bo'lishi kerak. Ana o'shanda zonangiz haqiqatda ham asoslangan bo'ladi. Chunki aynan mana shu nuqtada narxning to'xtashi, ya'ni kunlik time frame'da zonalarni albatta kunlik yoki undan yuqori, ya'ni haftalik, oylik time frame'larda belgilab oling. To'g'ri, lokal zonalar ishlaydi, lekin lokal zonalar kunlik time frame'ga mos bo'lishi shart va zarur. Ya'ni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni kunlik time frame'dagi zonaga lokal time frame, ya'ni kichkina time frame'dagi zonalar qanaqa mos bo'lishi kerak? Mana hozir tasvirlab beraman. Tasavvur qiling, biz mana bu zonamiz, misol kunlik time frame'da mana shu zonamiz bor, urildi. Misol. Orqaga qaytyapti. Va narx mana shu joyda yig'ilishi boshladi, mana misol. Endi e'tibor bering. Bizda lokal time frame bor. Misol uchun 4 soatlik yoki 1 soatlik time frame'da aynan mana shu joyga zona chizdingiz. E'tibor bering. Aynan mana shu lokal time frame'da, ya'ni 4 soatlik time frame'dagi zonangiz sell сделкаga signal bergan paytida, ya'ni siz sell сделкаga signal bergan paytingizda, siz kunlik time frame'da ham shartoviy grafik tekstligida turgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni bilamizki, zona har qanday zona grafik 2 ga bo'ladi. Ya'ni long zona, ya'ni faqat buy сделкаga tasdiqlanadigan zona, short zona, ya'ni faqatgina sell сделкаga signal oladigan zona. Short zonada, ya'ni shartoviy zonada long сделкаga savdoni amalga oshirayotgan paytingizda ham ehtiyot bo'ling. Iloji bo'lsa ochmang. Longoviy tekstlikda, ya'ni ploskostda shartoviy сделка ochishga ehtiyot bo'ling. Iloji bo'lsa ochmang. Ya'ni bu degani, agar siz kunlik time frame'dagi zonangizda narx zonadan pastda turgan bo'lsa, lokal time frame'dagi zonangiz ham imkon qadar shartoviy сделкаga signal berish kerak. Ana shundagina tahlil bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.
Shuning uchun ham oldin kunlik yoki haftalik time framelarda zona chizib olib, asosiy tendensiya qaysi tomonda ekanligini bilib olgandan so'nggina lokal time framedan foydalanishga sizlarga time frame beraman. Birinchi navbatda shoshilmay, grafikni biroz kuzating, ko'ring, birpasda savdo bitimini amalga oshirishga harakat qilmang. Biroz kuting, hech narsa o'zgarmaydi. Eng asosiysi savdo depozitingizni saqlab qolishingiz eng muhimi. Demak, davom etamiz. Euro GPY. Euro GPY valyuta paramizda biroz mana shu joyda nakapleniya holati yuzaga kelib qoldi. Bunda ham tahlil bergandik shartoviy сделкаga. Ya'ni qanaqa? Bu joyda ham narxni e'tibor beradigan bo'lsak, narx zonadan pastga o'tgandan keyin nakapleniya holatiga kirib qoldi. O'zi bu narsani kutgandim, lekin to'g'ri bunda savdoga kirmadim. Sabab nimaga? E'tibor bersangiz, aynan mana shu joyda ham hozir zona oldida juda ham kuchli nakapleniya yuzaga kelmoqda. Bu katta ehtimollar bilan orqaga qaytib ketib qolishi ham mumkin. Nimaga bugun сделка ochmadim? Lekin pastga ketish ehtimoli juda yuqori. Chunki mana bu joydagi продажный bar juda katta ehtimollar bilan hali ham sotuv davom etayotganligini bildiradi. Undan tashqari aynan mana shu joyda savdoga kirmasligining sababi kunlik atar, ya'ni narxning kunlik harakat qilish energiyasi yakunlangan. E'tibor bering mana bu barga. Ya'ni kunlik time frame'da Euro GPY valyuta parasidagi bugungi kunlik bar zonadan juda ham uzoqda ochilgan. Va kunlik harakat deyarli yurib bo'lingan. O'zi yurib bo'lingan. Va e'tibor bersangiz, mana kunlik time frame'da, 1 soatlik time frame'da ham уже flat holatiga, ya'ni bunga yana energiya kerak. Pastga yoki tepaga ketish uchun energiya kerak. Chunki bugungi kunlik benzinni bu yoqib bo'ldi. Undan tashqari mana bu joydagi buzib o'tish ham, mana pasayish ham zonaga nisbatan juda ham impulsiv bo'lgan. Shu sababli ushbu Euro GPY valyuta parasini ertangi kunga kuzatuvga qoldiring. Katta ehtimollar bilan 177-854 zonaga kelish ehtimolimiz bor. Sababi ushbu zona juda ham kuchli va zerkali zona mana. Va mana bu joydagi nakapleniyalar bekorga aynan mana shu zona atrofida bo'lmagan. Bu zona zerkali zona. Juda katta ehtimollar bilan mana shu zonagacha biz pasayish tendensiyasini kuzatishimiz mumkin, agar proboy model tasdiqlanib narx pastga yuradigan bo'lsa. Demak, bu Euro GPY valyuta parasi edi. Keyingisi GBP GPY. GBP GPY da ham tahlil bergandik, lekin bu ham yurmadi. Buni ham sababi oddiy, buni ham bilgandim. Mana bu joydagi impulsiv narxni pastga buzib o'tgandan keyin mana bu joydagi retest berishini kutgandim. Telegram kanalda ham buni izohini berib qo'yganman. Bu joyda mana bu kunlik bar to'g'ri ближний retest bo'lgan. Bu joyda ham sotuv bosimi bor. Zona oldi nakapleniya 1 soatlik time frame'da ham juda chiroyli vaziyat yuzaga kelgan, lekin impulsiv harakat buzib o'tgan 1 soatlik time frame'da. Mana impulsiv harakat, bunda bozorga kirib bo'lmas, o'tkazordik, lekin mana bu retestdan keyin savdoga kirsak bo'lar edi. Agar mana bu joydagi bar, kunlik bar zonaga mana qarang. Mana bunaqa holat yuzaga kelgan hozir. Bizning barimiz mana bu uzoqdan ochilib yurib keldi. Bu mana bu zonaga yetib kelgungacha o'zi energiyani ishlatib bo'ldi. Ya'ni kunlik energiya ishlatib bo'lindi-da. Agarda mana shu holatdagi mana bu kunlik barimiz zona oldida ochilib, zonadan keyin proboyni amalga oshirganda edi, buzib o'tishga energiyasini sarflab, undan tashqari pastga impuls berish uchun ham, ya'ni mana bu punktni, mana bugungi kechgacha yurgan punktini zonani pastga buzib o'tgandan keyin impuls bilan bizga berishi mumkin edi. Lekin bugungi energiya to'liq ishlatilib bo'linganligi sababli narx bizda nakapleniya holatini yuzaga keltirganini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, demak GBP GPY valyuta parasida demak buni ham ertangi kunga qoldiramiz. Agar bar zonaga juda ham yaqin holat, ya'ni
zonaga mana bundoq holatda yopiladigan bo'lsa, keyingi bar ochilib, pastga probойni amalga oshiradigan bo'lsa, katta ehtimollar bilan narx o'z yo'nalishida davom etishi mumkin. Katta ehtimollar bilan mana shu zonagacha misol harakatni amalga oshirish mumkin. Agar texnik atar yetarli bo'ladigan bo'lsa, savdoni amalga oshirishimiz mumkin. Bu GBP, JPY valyuta parasidagi vaziyat edi, hurmatli treyderlar. Bugun misol savdo g'oyalarimizni tilladagi holat bilan yakunlaymiz. Ya'ni tillani ko'ramiz. Tillada vaziyat ham mana e'tibor bering, impulsiv harakatdan keyin orqaga qaytishni amalga oshirmoqda. Bunda ham tillada ham e'tibor bering, zona belgilaganmiz. Zonamiz bizda mana bu juda ham kuchli narx mana aynan mana shu zonada mana bu joyda уже zerkayni bo'lgan. Aynan narxning impulsiv harakati mana e'tibor bering, 5 minutlik time frame'da ham 1 soatlik time frame'da ham juda ham kuchli impulsiv harakat qilgan va e'tibor bering. Aynan mana shu joydagi mana bu покупный bar aynan mana shu joyda savdoga kirishimizga asos bo'ladi. Stop lossni esa bu joyga yoki aynan narx ko'p yig'ilgan mana bu joyga stop lossni qo'yishimiz ham mumkin. E'tibor bering, bunda ham bitta bardan tashkil topgan LP holat yuzaga kelgan va biz mana shu joyda langoviy probойный model, langoviy сделка bilan savdoni amalga oshirishimiz mumkin edi. Demak, bu bitta bardan tashkil topgan LP usuli. Demak, hurmatli treyderlar, seshanba kungi video darsligimiz deymizmi, video tahlillarimiz deymizmi, mana shundan iborat. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, like bosing, kommentariy bildiring, qaysi instrument tahlil qilaylik. Misol uchun yana qanaqa takliflaringiz bor, barchasini bizga yozib qoldiring. Biz sizlarga mana shunday tahlillarni va o'rganish uchun ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Barchangizga omad, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlat. Mana e'tibor bering, Atom USDT valyuta paramiz, ya'ni kriptovalyutamiz mana bu joydagi ikkita bardan tashkil topgan LP tahlili bo'yicha harakatni amalga oshirmoqda. Mana daromadga chiqib oldi. Barchaga sog'lik, salomatlik, savdolaringizga omad. Bizni kuzatishda davom eting.